Mana biz 15-sentyabrdan boshlab umumiy fondimizni xatlovdan o'tkazishni davom ettiryapmiz. Tekshirildi 2025. Kitobni ham bir chakkaganasiga tekshirildi 2025 qilamizda. Yana kitobni chapga qo'yib, buni ham chapga qo'yamiz. Mana yana shu kitobdan inventar raqami to'g'ri kelish kerak. 17836. Mana 17836. Bu topografik karta. 2025. Mana tekshirildi qilamizda 2025. Buni ham chappa bo'ladi. Ha, kitobni ham chappa qilamiz. 3 ta kitob bo'ldi. 3 ta kitob bo'ldi. Mana shu hamma kitoblar. Mana buni ham inventar raqami 2025 731. Mana. Bu ham xuddi shunday inventar raqamiga qaraymiz, kitobning nomiga qaraymiz, muallifiga qaraymiz, tekshirildi qilib o'tkazib yuboramiz. Bu umumiy fondni xatlovdan o'tkazishni tartib qoidalari.